O'zkomnazorat inspeksiyasi ogohlantiradi. So'nggi kunlarda xalqaro kiberxavfsizlik manbalari orqali Instagram ijtimoiy tarmog'ining 17,5 milliondan ortiq foydalanuvchisiga tegishli shaxsiy ma'lumotlar ochiq manbalarga sizdirilgani haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Dastlabki tahlillarga ko'ra, ushbu sizib chiqish parollarni o'z ichiga olmaydi. Biroq foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari kiberfiribgarlar tomonidan phishing va ijtimoiy muhandislik hujumlari uchun ishlatilishi xavfi mavjud. Ushbu xavf yuzasidan inspeksiya tomonidan ma'lumotlaringiz xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi choralarni ko'rishingiz so'raladi. 2 bosqichli autentifikatsiyani yoqing. Bu akkauntingizga ruxsatsiz kirishning oldini oluvchi eng samarali usul hisoblanadi. Shubhali xabarlardan ehtiyot bo'ling. Elektron pochtangizga yoki ijtimoiy tarmoq orqali kelgan parolni yangilashni so'raydigan shubhali havolalarga aslo kirmang. Bog'langan ilovalarni tekshiring. Instagram sozlamalarida 3-tomon ilovalariga berilgan ruxsatnomalarni qayta ko'rib chiqing va notanishlarini o'chirib tashlang. Kirish seanslarini tekshiring. Sozlamalar bo'limi orqali hisobingizga sizga tegishli bo'lmagan qurilmalar ulanmaganiga ishonch hosil qiling. Agarda sizga Instagramdan parolni yangilash bo'yicha so'ralmagan xabarlar kelayotgan bo'lsa, bu sizning ma'lumotlaringiz sizib chiqqan ro'yxatda bo'lishi mumkinligidan dalolat beradi. Bunday holda zudlik bilan parolingizni almashtiring. O'zkomnazorat inspeksiyasi fuqarolarni shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligiga mas'uliyat bilan yondashishga, yuqoridagi tavsiyalarga qat'iy amal qilishga va har qanday shubhali holatlar yuzasidan ogoh bo'lishga chaqiradi.